Assalomu alaykum hammaga. SQL Letlot 50 ta savolni 6-kuniga xush kelibsiz. Bugun bizda yangi bo'lim joylar bo'limiga o'tdik. Endi joyda birinchi savoldan boshlaymiz. Bizda taxminan 10 ta savol bor. Demak, birinchi savoldan boshlasak, replace employee ID with unique identifier. Employee ID'larni unique identifier bilan replace qilish kerak ekan. Xo'sh, bizda employee table bor va unda ID, name, ya'ni employee oddiy ID'si va name'i bor. Ular qanaqadir jarayon ketgan va har bir employee ID'si uchun yana boshqa unique qanaqadir ID qilish uchun table create qilishgan va u tableda ID bor. Bu ID bu employee tabledagi ID bilan bir xil. Shu IDga corresponding bo'lgan, tegishli bo'lgan unique ID qo'shishgan. Endi bizning maqsadimiz har bir tablening ko'rinishi shunaqa. Har bir savolda o'qisak, write a solution to show the unique ID of each user. If user does not have any unique ID, replace just show null. Endi bizning qiladigan ishimiz mana bu tabledagi unique IDlarni bunga mos keladigan IDlarga olib kelish. Biz demak join ishlatamiz. Join orqali mana bu ikkita ID column orqali bir-birini join qilamiz. Agar misol uchun birinchi ID bu tableda yo'qmi? Demak yo'q. Uni mabag'da yangi column qo'shilganda Alice'ning oldiga null degan value qo'yilishi kerak. Ya'ni mana bu tabledagi hamma data qaytarilsin. Qachonki match bo'lmasa, ya'ni mana bu ID bu tableda topilmasa, mana bu columnlardan birortasi, valyulardan birortasi topilmasa, shunchaki null qo'yib bersin. Agar topilsa, mana bu unique IDni o'sha unique ID sifatida qo'yib bersin. Endi bizda join turlari bor. Qisqacha aytib o'taman. Join turlari, demak inner join ikkala tableda ham match bo'lgan case'larni qaytaradi. Demak, ikkita tableda ham borlarni qaytaradi. Demak, mana bunda 3 11 90 bor ekan. Bunda ham bormi? Demak, faqat 3 11 90 ni qaytaradi. 3 ta value qaytaradi option rezultatda. Ikkita mana buni shunchaki drop qiladi. Ya'ni rezultatga qo'shmaydi. Endi bizda left join bor. Left join match case bormi yo'qmi? Mana bunda hamma datani qaytaradi bir so'rama. Agar match bo'lsa, right tabledan o'sha valueni qo'yadi. Agar match bo'lmasa, ya'ni o'sha match bo'lgan holat topilmasa, null value qo'yib beradi. Xo'p, demak bizning rezultatimiz xuddi shunaqa chiqishi kerak. Alice'ning unique identifier yo'qmi? Null bo'lsin. Agar qaysiniki bo'lsa, o'shanda unique IDni qo'yib bersin degan. Endi query'mizni yozamiz. Demak, biz bu holatda left join ishlatishimiz kerak ekan. Ya'ni left tabledagi hamma data chiqsin. Yo'qlariga просто null qo'yib bersin. Xo'p, datani endi yuklab oldim. Ko'rinishi shunaqa. Bizda demak left join ishlatar ekanmiz. Left join employees unique. Bu unique IDlarni saqlagan mana bu ikkinchi table. Join qilamiz on employeesdagi ID teng bo'lsin employee unique'dagi IDga. Xo'p, mana bizga kerakli bo'lgan natija chiqdi. Null qo'yib berdi. Endi bizdan nima so'ralgan? Dubai orderda chiqsin. Outputda faqat unique ID bilan name degan column chiqsin ekan. Demak, endi unique ID right tabledan kelgan ekan. Yozamiz employee unique'dagi unique ID virgul employees'dagi name. Mana shu bizga kerakli natijani chiqarib beradi. Endi bizda mana bu query'miz
o'qishga yaxshi-yu, lekin sal odamni chalg'itadi, to'g'rimi? Misol uchun mana employee uni bir necha joyda takrorlangan. O'shaning uchun biz alias name'lardan foydalanamiz. Employees table'ni misol uchun A desak, employees unitni B deymiz. Demak, A.id, B.id, B.unique id, A.name. Ishlatamiz. Mana yana shu bir xil rezultat chiqaverdi. Demak, biz mana bu employeesni prosta A degan name'ga assign qildik, temporary, ya'ni alias name sifatida. Endi buni copy qilamiz. Jobimizni submit qilamiz. Submit. Jobimiz ishladi va qabul qildi. Keyingi videoda 7-savolni ko'rib chiqamiz.